Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Men mashinam yondaman. Bugun 30-aprel 2025-yil. Tak men bir ish qilyapman hozir. To'g'risini aytsam, so'kib ba'zi bir odamlarni la'nat aytib qilyapman. Sababi men o'zim quyoshdan saqlanishim uchun pul to'lagandim oldingi yili ham. Esingizda bo'lsa, tonirovka narxi 10 milliondan oshig'ida oldim. 10 million atrofida edi. Keyin yakibi o'zlaricha bu narxni tushirishdi. 2 millionga tushirishdi. Shu paytda mayli deb ularga ahmoqlik qilib, men ahmoq bo'lib 2 milliondan oshiq pul to'lab, bu yerdan ham ko'rsating. Tonirovkaga pul berishga rozi bo'lgandim. Endi bu yil yana cho'zaman desam, yana tonirovkaga pul to'layman desam, endi bu yil deyarli 3 million bo'lib qolibdi. Endi bitta savol tug'iladi-da. Men nima uchun o'zimni quyoshdan himoya qilish uchun shuncha pul to'layman? U pul kimga ketadi? Qaysi ochko'zi cho'ntagiga ketadi degan savol tug'ilyapti menda. Nimaga men o'zim masalan mashinani sotib olganimda 22.500 dollarga sotib olganman. Deyarli 5.000 dollari o'sha davlatga tushgan. Undan tashqari benzin qo'yaman. Uni ham qanchadir foizi o'sha naloglarga ketadi. Har bir sotib olgan zapchasimdan, o'sha ehtiyot qismimdan hammasi naloglarni to'layman. Endi qarang, diqqat, savol endi. Endi shunchaki quyoshdan o'zimni himoya qilish uchun nimaga yana men 3 million atrofida pul to'lashim kerak? Bu 1 yilga. Men shunga hayron qolyapman. U bizni o'sha 3 million to'laysan degan odamlar, o'sha qonun chiqarganlar nima qilib beryaptiki bizga? Men shuni to'lashim kerak. Shunga odam asabi nima qilyapti? Men o'zimni himoya qilishim uchun, yo bolalarimni himoya qilish uchun, yondagi passajirni himoya qilish uchun shuncha pul to'lashim kerak. Hozir mana ikkita oldi oynani plyonkaasini ishirishga majburman, chunki bugun oxirgi kun va kerakli odamlarni, shunaqa qonun chiqarganlarga ota-onasini duo qilib, duoibat qilib desak ham bo'ladi. Mana shu narsani qilishga majbur bo'lyapman. O'zi 35 talik o'sha tonirovkachilar tushunadi. 35 talik tonirovka qo'yganman, 30 talik даже. Shunda o'zini nimasi bilan 60 atrofida bo'lar ekan, 70 dan oshmasligi kerak. Men juda ham qonunlarga bo'ysunaman. Mana o'shaning uchun majbur bo'lyapman bu narsalarni ko'chirishga. Endi bir narsa qarang. Agarda hozir men mashina ko'chirmasam, ko'chirmaydigan bo'lsam, yo esimdan chiqib qolsa, nima bo'ladi bilasizlarmi? Menga shunaqangi shtraf qo'yishadiki, hali ichib tushasiz-ku, juda ham xavfli bo'lib odam yurgandan battarroq shtraf to'laysiz mashinaga. Sabab nimada? Tonirovka nima xavf tug'diryapti degan savol tug'iladi. Ham mashina shtraf plashadga chiqishadi, ham ichib tushgandan battarroq kattaroq summa pul to'lashingiz kerak. Qani bu yerda adolat? Ba'zi bir davlatlarda eshitganmiz, shunaqangi odamlardan qayg'urishadiki, odamlardan shunchalik xavotirda bo'lishadi. Agarda shu tonirovkani qo'ymasang, sen o'zingni yoki bolalaringni salomatligiga jiddiy zarar yetkazyapsan. Sen quyosh nuridan o'sha udar olyapsan deb sizga nabrot teskari shtraf solishadi. Bizda teskarisi. Sen o'zingni himoya qilmoqchi bo'lsang, quyoshdan saqlamoqchi bo'lsang, pul to'lashing kerak. Mana senga adolat, mana senga haqiqat. O'zi yetadi, mana shtraflar to'layapmiz, boshqa narsalar qilyapmiz, naloglar to'layapmiz. Har bir qadamimiz, har bir santimetrimiz pul bo'lsa. Endi mana shu narsani majbur qilishyapti. Yoki 3 million pul to'lashim kerak. 2 million 700 mi shunaqa atrofida. Qani bu yerda adolat? Ko'ryapsizlarmi? Adolat qayerda? Adolat katta xonasiga kirib ketgan. Yo o'ynashi bilan qochib ketgan. Chet ellarga, yo Amerikaga. Yoki kimdir cho'ntagida yuribdi, adolat opa. Mana hozir
tog'am ikkalamiz u ikkinchi tomondan ko'chiryapti. Men bu yoqda bir tomonni ko'chiryapman. Ko'chirmasam men jinoyatchiga, почти deyarli jinoyatchilik bo'laman. O'sha hattoki spirtnoy ichib yo mast holda rulni bajarganimdan ko'proq jarima to'layman. Nima ham derdik? Biz ko'p so'raganmiz, mana shu qonun chiqaruvchilarimiz shuna qonunlarni chiqarayotganda, ma'qullayotganda qaysi kalla bilan o'ylashar ekan yoki qayeri bilan o'ylashar ekan? Yoki ularga shu qonun chiqargani uchun men hozir aniq ayta olmayman. Do'la berilarmikin? Shu qonunni chiqarishga qo'lni qo'yasan, mana shu partiyalarimiz bor-ku, biz saylamagan partiyalar. Men hech kim saylamaganman. Mana yozib olinglar, kim partiyaga chiqib ovoz berdi? Saylamagan partiyalar ko'pi, endi bilmadim. Ba'zi bir saylagan bo'lishi mumkin. O'zini qarindoshi urug'ini. Bizni taqdirimizga mana shunaqa shunchaki havodan pul qilishga intilishlar bo'lyapti. Yoki men noto'g'ri aytayotgan bo'lsam aytinglar, yozinglar. Sen kallang ishlamaydi, noto'g'ri aytyapsan. Hukumat bekordan-bekorga bu qarorlarni chiqarmayapti. Ularning hammasini kallasi ishlaydi. Bular to'g'ri qaror chiqaradi deylar, men o'chaman. Bu narsalar o'zi aslida tekin bo'lishi kerak, do'stlar. To'g'ri, 100% qilmaganmiz shunda ham. Mana pastdan qaraydigan bo'lsa, ichlari bemalol ko'rinadi. 100% qilmaganman men buni. O'sha 70% mi, 65% gacha qilganman. Bu 30 talik tonirovka bo'lsa, o'zini ham 20% bor ekan, shu bilan общий bo'lib 60 necha ham chiqqan. Insof tilaymiz yana. Do'stlar, insof tilaymiz. Biz har bir qadamimiz nalog. Quyoshdan saqlanishda ham ertaga o'ylab chiqaringlar. Mana bu yomg'ir yuvadigan mana bunaqa shotchigim bor. Nima edi? Shotka bor. Agarda shotkasiz yursam, tekin yuraman. Agar shotka qo'ysam, yana 1 million so'm to'laysan deb aytsa ham yaqin kunlarda ajablanmayman. Yoki qorong'ida yurmoqchi bo'lsang, mana bu yerda fara bor. Farasiz yursang, pul to'lamaysan. Mana bunaqa fara qo'ysang, pul to'laysan. Bo'lmasa jarimaga tortilasan desa ham men ajablanmayman. Xuddi shunga o'xshab qolyapti-da, do'stlar. Yoki bakovoy oyna. Bakovoy oynang yo'q bo'lsa, bemalol yurasan. Agar bakovoying bo'lsa, oyiga yana 1 million, 2 million to'laysan desa, xuddi shunga o'xshagan bo'lyapti. Chunki sababi mana bu men o'zimni himoya qilishim uchun, xavfsizligim uchun, sog'ligim uchun narsani qo'yadigan bo'lsam, men palon million pul to'layapman. Yoki rulni. Mana rulni boshqaradigan bo'lsang, nalogini to'lab qo'y. Yoki bo'lmasa velosipedda ruli bo'ladi, to'g'ri. Shunaqa qo'yib ol. Deysizlarmi? Qanaqa bo'ladi? Xuddi shunga o'xshatib olyapman men. Yoki balon taqsang, hozir ham bor. Agarda senda 17 talik yo Damaslarda ko'p chiqyapti, 12 talik ekan, 13 ta 14 ta taqadigan bo'lsa, shtrafnoyga tiqyapti deb eshityapsiz. Yoki o'zi sotib olgan o'sha avtomobilini, o'sha Damaslarni ayniqsa, ikkita o'rindig'ini orqasini olib yuk tashimoqchi bo'lsa, unga alohida pul to'la deyapti. Agar yana qo'ysang, yana unga alohida pul to'la deyapti. Qayerga boramiz? Kimga dardimizni aytamiz, do'stlar? Insof bersin. Xalqni o'ylamaydiganlarga la'natlar bo'lsin. Boshqa gapim yo'q. Sog' bo'linglar.